Assalomu alaykum, Intimak'ta Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimizda o'tib borayotgan haftaning muhim yangiliklariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda dori-darmonlar bo'yicha konsepsiya qabul qilindi. Mamlakat tarafından kontrol etishga qiyin narsa. Sebebinde bardinglar bilsiniz, bizde 95% dori-darmeklar sirtdan olib kelinadi. O'shda 30 gektar yer rektorning ayoliga sotib yuborilgan. Biroq atalgan yer 2007-yili mizonsiz turda jeke menchikka boshqa bir odamga sotilib ketgan. O'shda hijob o'rangani uchun o'quvchi maktabdan haydaldi. Endi o'sha bo'ynini jopgan ne mishat etadi deydi. Dasturimizni boshlaymiz. O'lkada shifokorlar tarafidan bemorning kasaliga mos bo'lmagan dori-darmonlarni yozib berish hollari, xalqning o'z bilganicha dorini me'yordan oshiqcha va mutaxassis nazoratisiz iste'mol qilishining oldi olinmay qolmoqda. Buning ustiga birgina dorini turli bahoda sotilishi bugun katta muammoga aylandi. Premier ministr Temir Sariyev bu muammoni hal qilish uchun konsepsiya qabul qilib, Sog'liqni saqlash ministrligiga 1 oylik muddat tayinladi. Konsepsiyada nimalar nazarda tutilgan? Bu haqda muxbirimiz aytib beradi. Qirg'izistonda fuqarolarni dori-darmonlar bilan ta'minlash tizimi kerak. Bu haqda Premier ministr Temir Sariyev hukumatning ishchi yig'inida ta'kidladi. Hukumat rahbari sog'liqni saqlash tarmog'ida masalalar bor ekanligini aytib, aholini xavfsiz, foydali va yetarli dori-darmonlar bilan ta'minlash ahamiyatli masalalarning biri ekanligini bildirdi. Qirg'izistonda xalqni жеткиликтүү dori-darmек менен камсыз кылуу системасы зарыл. Өлкөдө халыкты коопсуз, натыйжалуу жана жеткиликтүү дары-дармек менен камсыз кылуу бул саламаттыкты сактоо тармагынын эң бир маанилүү маселелердин бири. Бир катар иш-чараларга карабастан өлкөдөгү эффективдүү, таза жана жеткиликтүү дары-дармек менен камсыздоо маселеси толугу менен чечилген жок. Sariyev qo'shimcha qilganda, shifokorlar bemorning kasalligiga foydasi yo'q dorilarni yozib bergan vaziyatlar ham bor. Shuningdek, aholi tomonidan dori-darmonlarni o'zi bilganicha me'yordan ortiq va nazoratsiz iste'mol qilish ham avj olgan. Eng asosiysi, bir dorini turli narxlarda sotilishi katta muammo bo'lmoqda. Dorixonalarda xizmat ko'rsatgan mutaxassislar ham bemorlarga ohista dorilarni bergan vaqtlar ham bo'lib kelmoqda. Masalan, bir kasallik uchun 3 turli dori yozilgan bo'lsa, barchasining tarkibi bir xil bo'lishi mumkin. To'g'ri emas bunday yozgan. Men deganda baribir dori degan dori bular ximikat odam dili ichaversa unday dorilarni ko'p керек емес ичерсе bir жеріне жардам бергенден башка жагына зыян болот. Фирмалар өздөрүнүн дарыларын реклама кылып, анан кандайда бир бонус подарка кылышабы, ошондой дагы кызыкчылыгы да бар көп врачтарды, оны көп эле биз больнойлордон угуп атабыз. Mamlakatda sog'liqni saqlash tarmog'ida aytilgan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha bir necha choralar o'tkazilmoqda. Masalaning haligacha yechimini topmaganiga g'azni yetishmovchiligi sabab bo'lmoqda deyshadi ayrim tahlilchilar. Sababi shifokorlarning maoshi ozligi sabab xususiy dorixonalarni ochib olishgan. Qirg'izistonda davlat dorixonalari sanoqli, davlat bo'yicha 90% dan ortig'i xususiy dorixonalar. Bugungi kunda buni kontrol etib, mamlakat tarafından kontrol etishga qiyin narsa. Sebebinde bardinglar bilsiniz, bizde 95% dori-darmeklar sirtdan olib kelinadi. Анын бардыгына стабильный bir bağ qo'yish qiyin. Өзүңөр көрүп турасыңар, азыр рынок деген ошондой жүзөн. Өздөрү банктардан кредит алып, ошол акчага дары-дармектерди алып келип атат. Бул деген менин оюмча Кыргызстандагы элдер үчүн жакшы нерсе. Өкмөттөр мынчалык күч келбестен, зыяны келбестен ушул ишке барып атышат. Aytilgan masalalarga bog'liq joriy yilning 15-oktyabrda 2015-2020 yillarga qarata Qirg'iziston Respublikasida dori-darmon va tibbiy uskunlarning milliy bazasini tashkil qilish konsepsiyasi qabul qilindi. Uni Sog'liqni saqlash ministrligi va hukumat qoshidagi majburiy tibbiy ta'minlash fondi 1 oy ichida amalga oshirish kerak. Majnun Ulug'bekqizı, Ajnat Do'smbetova, Munar Arzibek o'g'li, Intimaq. O'sh shahrida yer uchastkasini olish uchun 22 mingga yaqin odam navbatda turibdi. Ularning oldingilari bundan 25 yil oldin murojaat qilgan. Ularning talablari qachon bajarilishi hozircha noma'lum. Bu orada esa shahar prokuraturasi 30 gektar yer maydoni xususiy shaxsga sotib yuborilganini aniqladi. Bundan 9 yil avval universitetlarning birini rektorining turmush o'rtog'iga 310 ming so'mga sotilgan mana shu yer bo'yicha kim javobgarlikka tortiladi va unga qanday jazo qo'llanadi? Navbatdagi lavhada ko'ring.
O'sh shahrida yer yetishmovchiligi sabab navbatda turganlarning soni ko'p. Ularning soni 22 mingga yaqin. Ariza berganlarning eng birinchilari 1993-yildan boshlangan. 25 yildan beri meriyaga murojaat qilib kelayotganlarning muammolarini qachon hal etilishi noma'lum. Sababi shaharda chek bo'lib berish uchun yer yo'q. Yer tilkilari hukumat dengelde seçilish kerak. Biz hozirgi mezgilda xat jo'natib o'tamiz. 2-3 jol xat jo'natildi. O'sh shahrida yer tilkilari yo'qligi bo'yicha bizga qo'shnilash Aravan, Qarasu rayonlaridan yer tilkilarini o'tkazib berish sunishi bilan xat jo'natib o'tamiz. Jopala qishloq hukumatida yerga muhtojlarning soni ko'p. Qishloq hukumatiga murojaat qilganlarning soni 2500 ga yaqin bo'lsa, ular ichidan 400 kishiningina arizasi meriya tomonidan qarab chiqilmoqda. Ondan sirtqari bugun 290 odamdan Gelosaz bizde turadi. Geloni olib borib topshiralım desek, qo'ya turgular biz buni alacakta 4000 5000 şahırlıklar bilan birgelikde 4-5 ming odam очередьте turadigan. Shularning problemalarini chechgandan keyin geloni qabul olamiz degan. Cheklarga muhtojlarning soni ozaymayotgan vaqtda O'sh shahar prokuraturasi 30 gektar transformatsiyalangan yerni noqonuniy sotilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'adi. Xususiylashtirilgan yer 2006-yilda Jopala hududini kengaytirish maqsadida hukumat qarori bilan bo'lib berilgan. U yerga turar joy, bola bog'cha, maktab va boshqa obyektlar qurilishi rejalashtirilgan. Lekin O'sh shahar meriyasining o'sha vaqtdagi javobgar kishilari 30 gektar yerni oliy o'quv yurt rektor ayoliga 310 ming so'mga noqonuniy sotib yuborishgan. Biroq atalgan yer 2007-yılı mizansiz turda jeke menchikka boshqa bir odamga sotilib ketgan. Atalgan fakt bo'yicha 2015-yilning 19-oktyabrında O'sh shahar prokuraturasi tomonidan Qirg'iz Respublikasining Turmush jazo kodeksining 303-berenesining negizida qilmish ish qo'zg'aldi. Mazkur 30 gektar yer qismi 2006-yilda sotilgan. Bu haqda O'sh shahar yerga joylashtirish va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni ro'yxatga olish boshqarmasidan ma'lum qilishdi. Bir jeke menchikka Nuriyeva degan jeke adamga auksion arqылы сатылган экен. Ал жерде дагы социалдык объекттер каралган деген сөздөр болуп атат. Эгер социалдык объекттер каралган болсо, ал жерде обязательно кайтарып алуу боюнча O'sh shahar meriyasi haraketler жасайт. Ta'kidlab o'tsak, yil boshidan beri 994 kishiga yer bo'lib berilgan. Yer yetishmovchiligi yuzaga kelgan vaziyatda transformatsiyalangan yerni noqonuniy sotib yuborganlarga qanday chora ko'rilishi tergov ishlaridan keyin ma'lum bo'ladi. Agar xususiylashtirilgan yer qaytarilib, chek qatori bo'lib berilsa, 600 kishiga yer beriladi. Majnun Ulug'bekqiz, Ajina Do'smumbetova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Hijob masalasi yana ko'tarildi. O'sh shahrida o'quvchi hijob o'ranib kelgani bois maktabdan chetlatildi. Aliyev maktabining rahbariyati 9-sinfning o'quvchisini darsga o'ranib kelgani uchun ogohlantirish berib, o'quv yili boshidan qabul qilmagan. O'quvchining ota-onasi bu qarorni noqonuniy hisoblab O'sh shahar prokuraturasiga murojaat qilgan. Prokuratura esa umumiy forma kiyish to'g'risidagi qarorni quvvatlagan. Hozir ota-ona bosh prokuraturaga murojaat qilishgan. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Kamila 1 yil avval o'z xohishi bilan ro'molga kirgan. U bu vaqtgacha Olimp nomidagi maktabda rus sinfida ta'lim olar edi. Maktab mudiri uni ogohlantirib, diniy forma maktab qoidalariga to'g'ri kelmasligini aytib, joriy yilda uni qabul qilmay qo'ygan. Shu sabab Kamila O'sh shahridagi Gorkiy nomidagi maktabda ta'lim olmoqda. Avgustning 30'unda chaqirdi. Chaqirib shunday dedi: "Endi o'sha bo'ynini jopgan ne mishat etadi deydi. Nesi bilan mishat etadi o'sha maktabga bo'ynini ila japat. Başqa narsa bar yo'q to'g'ri keladi formaga. Aq kofta kiyib, shantirib-pantirib bir bela oshqcha narsa kiyib qizim." Alip maktabining mudiri Aleksandr Yazov intervyu berishdan bosh tortdi, lekin Kamilaning ro'mol o'rashi maktab qoidasiga to'g'ri kelmasligini, bu borada ota-onasi bilan gaplashganligini aytib berdi. Shuningdek, Yazov Kamilaning ro'mol o'rab kelishi boshqa bolalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi deb ota-onalar xavotirlanganligini, Kamila maktabga kelma deb hech kim aytmaganligini qo'shimcha qildi. O'quvchi qizga ro'molni orqasidan o'rab kelish taklif qilinganda u ko'nmay qo'ygan. Shuningdek, sentyabrdan boshlab Kamila o'zi maktabga kelmay qo'ygan. Maktab rahbariyati Kamila endi maktabga kelsa unga o'rin qolmaganligini bildirdi. Hozirgi vaqtda Kamilaning hujjatlari Olimp maktabida, qizi avvalgi bilim olayotgan maktabida ta'lim olishni xohlagan ota-ona tegishli organlarga murojaat qilishgan, lekin qoniqarli darajada javob olisha olmagan. Al buyruqda hech bir yo'l salınıp kiyuga, yo'l salınıp yürüge tıyu, yo'lsa chektö yo'q. Болгону ал жерде мектептик жалпы талапта кандай форма болуш керек? Световой гамма, асты, үстү кандай цветте болуш керек деп жазылган. Ал эми бул эженин ошол Якубова Нурифар эженин кызы бул Камиланын формасы
Бул толук кандуу ошол буйрукка дагы жана ошол токтомго да жооп берет. Maktablarda huquqiy tartiblarni saqlash va diniy e'tiqod erkinligini tengligini saqlash muammo yaratib keladi. Bu vaqtgacha Prezident Almazbek Atambayev bahs munozaraga sabab bo'lgan mazkur masala bo'yicha maktablarda dinga aralashmagan va milliy kiyimlarni kiyish tarafdori ekanligini bildirgan edi. Yaqin kunlarda hukumat rahbari Temir Sariyevning musulmon liboslari hijob kiyish qirg'iz xalqining urf-odati emas degan fikri jamiyatda qizg'in bahsga sabab bo'lgan edi. Ta'lim berish va diniy e'tiqod o'rtasidagi masala orasida qolgan bilim berish xizmat xodimlari bu vaqtgacha mazkur masalaga nuqta qo'ya olishmaydi. Qirg'iz Respublikasының Bilim берүү жана Илим министрлиги тарабынан мектеп формасы жөнүндө бирдиктүү стандарт бекитилген. Ал бирдиктүү стандарт ата-энелерге укукту да берген. Мектепте бардык ата-энелер чогулуп, биргеликте кандай мектеп формасын тандай тургандыгы жөнүндө жыйынтыкка келишет деп. Демек ал жыйынтыкка ылайык мектеп формасын кийүүгө тийиш. Bilim berish va Ilm ministrligi tanlangan umumiy formani namunasini jamiyatga o'tgan yilning 1-yilida e'lon qilib, uni o'quvchilar 2015-2016 o'quv yilidan boshlab majburiy tarzda kiyishini ma'lum qilgan. Bu yo'l bilan ijtimoiy tengsizlikning oldini olish ko'zda tutilgan edi. Din vakillari hijobga emas, qora rangdagi burqa kiyishni taqiqlab, milliy urf-odat bilan bog'liq forma yaratib berish kerak degan fikrni aytishgan. Tahlilchilar esa hijob hozirgi vaqtda modaga aylanib, go'zallik yoki ayrim bir manfaatlar uchun kiyilayotganligini bildirishgan. Umumiy maktab formasini qabul qilish bilan hijob masalasi batamom hal etiladimi yo'qmi degan savolga tahlilchilar aniq bir javob ayta olishmaydi. Bilim berүү министрлиги буга чейин маалымат берген. Кыргызстан боюнча бирдиктүү форманы киргизүүдөн баш тарткан. Болгону ошол ар бир мектеп өзүнүн ата-энелер чогулушунда өздөрүнүн формасын өз алдынча тандап алуу укуктуу деген чыккан. Бирок Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө бирдиктүү форма киргизилген жок азырынча. Мен ойлойм, бул жерде туура эмес, себеби дегенде ал кыз эч кандай бир коомго жат аракет жасаган жок. Ал болгону өзүнүн динине ылайык өзүнүн жоолугун салынып кирип атат. Мен ойлойм, ошондуктан бул маселе бир сүйлөшүү жолу менен чечилиш керек. Себеби ушундай эле жоолук салынып окуп аткан, башка мектептерге билим алып аткандар бизде аябай эле көп. Joriy yil boshida Qorasuv rayonida ham ikki qizni maktab rahbariyati boshlang'ich sinfga olmay qo'yganligi haqida ma'lum qilingan. Unda maktab rahbariyati bu kabi cheklovni ministrlikning umumiy formaga o'tkazish bo'yicha qarori bilan bog'liq ekanligini aytishgan. Shu kabi vaziyatlar so'nggi vaqtlarda Qirg'izistonning boshqa maktablarida ham muammo yaratmoqda. Qo'shni davlatlarni qarab ko'rsak, 70% musulmonlar tashkil qilgan qozoq jamiyatida hijob kiyish taqiqlangan bo'lsa ham, yildan yilga hijobga kirganlarning soni ko'payib bormoqda. Tojikiston rasmiy hukumati esa joriy yil boshida hijob kiyishga qarshi bo'lgan fikrni ochiq e'lon qilgan. Dunyodagi musulmon davlatlar ichidagi Eron Islom davlati va Birlashgan Arab Amirligida hijob kiyishga rasmiy ruxsat berilgan. Majnun Ulug'bek qizi, Cho'lpon Qalbek qizi, Azam Buzrikov, Intimaq. Jalolobodning Bozorqo'rg'on rayoni kasalxonasi nochor holatda. Bu rayon hokimining tekshiruvi vaqtida aniqlangan. Shu sabab 2 hafta ichida holatni yaxshilash vazifasi topshirilgan. Unga ko'ra yuqumli kasalliklar bo'limiga qo'shimcha 5 palata ochilishi kerak. Sanitar talablarga javob bermagan kasalxona haqida navbatdagi lavhada ko'ring. Joriy yilning 15-oktyabrda Bozorqo'rg'on rayonining hokimi hududiy kasalxonadagi vaziyat bilan tanishib chiqqan edi. Rayon rahbari yuqumli kasalliklar bo'limi sanitar gigiyenalik vaziyat talabga javob bermasligini aytib, kasalxona rahbariyatiga chora ko'rishni topshirgan. Akim topshirmasining negizinde Bozorqo'rg'on rayonduk mamlaketlik administratsiyasining boshchisining o'rinbosari, men o'zim sotsiallik sektorning boshchisi qator borib, жеринде көргөнүбүздө дал ошондой кемчиликтер аныкталып, анан кийин ал жерде мед совет өтүп, кетирген кемчиликтерди жоюу боюнча 2 жумалык мөөнөт берип келдик. 25 o'ringa loyihalashtirilgan yuqumli kasalliklar bo'limida ayrim vaziyatlarda 100 ga yaqin bemor davolanadi. Bemorlar ko'pligidan sanitar xodimlar tozalashga ulgurmay qolishadi. U yerdagi sanitar ishlarni amalga oshirish uchun 6 xodim bor. Xodimlarning yetishmasligi bir muammo bo'lsa, bo'limning torligi ham tozalik talablari saqlanmasligiga sabab bo'lmoqda. Shu sabab qo'shimcha xona ochish rejalashtirilmoqda. Buning uchun kasalxona yonidagi binodan 5 xona ajratilgan. Bu vaqtgacha u yerda ijtimoiy yordam ko'rsatilgan mahkama bo'lgan. Биздин медсестра, биздин врачтар, санитаркалар ушу бөлмө ошо 25 орунга гана ылайыкташкан. Медсестралар дагы 25 ставка гана, 25 койкага акча бөлүнгөн буларга. Ошо 2 медсестра болсо, только ошо 50 болсо деле ошол медсестра отурат. Ошол санитарка. Акимдин айтышы боюнча мына тазалык кичине иретке келтирдик.
Анан кийин оорулар батпай кеткенине байланыштуу кошумча бошотулган имараттан 5 бөлмө ачылды. Kasalxona rahbariyatiga yuklatilgan vazifani amalga oshirish muddati 2 hafta bo'lib, ochilayotgan xonalar noyabr oyigacha foydalanishga berilishi kerak. Hozirgi vaqtda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ta'mirlash ishlari uchun davlat g'aznasidan 400 ming so'm ajratilgan. 55 больной жаткан. 55 больнойдун өзү эле ушу жөн эле мындай чоң взрослый больной болсо мейли. Дети в основном айры жатат. Аларда баласы, апасы болуп, мисалы үчүн 30 эле бала жатса, 60. Дагы бияктан 20-80 ушундай көбөйүп кетип, анан бизде чындап ошол жерде кадр маселеси, санитаркалар жетишпейт. Ошолор чечилбеген, бизге ошолорго ставка койка берилбеген, ошолорго ставка берилбеген да. Ошондон аларга бир түнкүсү менен да жугуштуу оорулар бөлүмүнүн өзүндө бир эле санитарка дежурстводо турат, жалгыз өзү. 2 медсестраны койгонбуз. Кээде жалгыздан медсестраларда жалгыздан болот. Ошо Hududiy kasalxonaning yuqumli kasalliklar bo'limida har yilning yoz va kuz oylarida infeksiya kasalliklari ko'payganligi uchun bemorlarning soni ham ortadi. Eslatib o'tsak, mazkur kasalxonada 14-oktyabr kuni bo'sh joy yo'qligi sabab o'smir bola bir kecha kasalxona yo'lagida tong ottirgan edi. Majra Ulug'bek qizi, Qilimjon Azamat qizi, Temirbek Jaqipov, Intimaq. Bu yil ta'mirdan o'tgan O'sh shahridagi yo'llar sifatsiz bitkazilgan. Bu haqda ayrim shahar yashovchilari bildirmoqda. Ular yo'l ta'mir qilinganiga hech qancha vaqt o'tmay buzilayotgan va yo'llarning notekis ekanligini aytishmoqda. Yangi bitkazilgan yo'llar foydalanishga topshirishdan oldin tekshiruvdan o'tganmi yoki yo'qmi? Muxbirimiz surishtirib ko'rgan. Transport ministrligi tomonidan yo'llarni ta'mirlash bo'yicha qaror qabul qilingan. Uning asosida iyun oyidan boshlab shahardagi yo'llarni ta'mirlash ishlari boshlangan. Ularning qatorida Navoiy ko'chasi ham ta'mirlanib, aytilgan muddatidan 20 kun oldin bitkazildi. Lekin mazkur ko'chadagi yo'lning sifati nochor bo'lib, hozirdan buzilib ketayotganligini aytishmoqda yashovchilar. Bu Navoiy ko'chasidagi yo'lni bitganiga bir 20 kunday bo'ldi. Mashina yurishni boshladi. Hukumatga rahmat, shu Navoiy ko'chasini qayradan qurib berdi. Hukumatga, jarbiylikli birlikka rahmat aytib ketaman. Biroq yo'lni qurgan quruvchilar yo'lda ayvay safarsiz qurishdi. Mana Obilgaydan bir 50 metr, 100 metr o'tgandan keyin o'zingizlar qarasangizlardagi yo'llar qadimgidek yama bo'lib жатadi. Hozir bu hukumat milliondagan ақша bo'lgandan keyin buni sapatli jasash kerak edi. Yo'llar ta'mirlanib bo'lgandan keyin uning sifati tekshiriladimi yoki hech qanday nazoratsiz foydalanishga topshiriladimi deb yashovchilar norozi bo'lishmoqda. Ta'mirlash ishlari bitkazilganiga 1 oy bo'lmay turib, yo'llar nochor ahvolga tusha boshlaganini mutaxassislar bunday izohlashadi. Bu yer yo'l bitgandan qiynalib qoldi. Men to'liq bitalak, ayerda syezderi var. Znaklarni qo'yish kerak. Обочиналарni hozir bitirib atishadi. Oşoğa syezdlerini jasay boshlaganda bular ana oşol yerda almashtırib qayra basishadi. Yo'l ta'mirlovchilar mazkur ko'chadagi vaziyatni qo'llanilgan mahsulotning sifati nochorligi bilan tushuntirishadi. Hozirgi vaqtda 100 metrga yaqin yer qayta ta'mirlanishi kerak. Asfalt to'shash ishlari olib borilgan qurilish kompaniyasining ma'lumotiga ko'ra, hozirgi vaqtda texnikalar bo'sh emas, yaqin kunlarda qayta ta'mirlash ishlari olib boriladi. Hozirgi kunda bizning texnikalarimizni bizni O'shliq meriyadan so'ranib, mana жаңы Estagarniy ko'prig'ining asfaltini basayotganımızda baylanıştı. Oşonda ele bizim oşonun sebepten biz texnikalar bu jaka ketip hazır uşul жерде убактылуу калмапты. Biz bu işler жөнүндө elge түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Баягы жерде полосалар дагы чызылган эмес, башка нерселер дагы болгон эмес. Ошол отрезикти biz бөлүп, белгилеп койгонбуз. Ayrim haydovchilarning so'zlariga ko'ra, ta'mirlangan yo'llar tekis emas, hozirdan oq chuqurlar paydo bo'la boshlagan. Bu ahvolda 1 yilga yetmay yana ta'mir talab bo'lib qolishi mumkinligini aytishadi haydovchilar. Hozirgi asfaltlarning sapati yo'q bo'lib o'tadi. Biraz yurgandan keyin jarilib tegiz emas. Döngül bo'lib mashinalar qiynalib o'tadi. Men o'zim yurgunchiman. Shaharning ichida ko'p yuraman. Hozir жаңы bosgan asfaltlarning sapati yo'q bo'lib o'tadi. Yo'l nazorat qilish mahkamasidan xabar qilishganda, asfalt to'shalib bitgandan keyin albatta tekshiruvdan o'tkaziladi. Tekshiruv natijasidan keyingina foydalanishga beriladi. Ayrim yo'llarning tekis bo'lmay qolishiga yer ostidan o'tgan quvurlar sabab bo'lgan. Bunday vaziyatda quruvchilarning aybi yo'q. Majra Ulug'bek qizi, Merim Jaqipov, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Qoraqulcha rayonining asalchilar uyushmasida hozirda 144 asalchi ro'yxatdan o'tgan. Ular yiliga 400 tonnaga yaqin asal yetishtirishadi. Mahalliy hukumat asalchilarning mahsulotlarini chet elga eksport qilish maqsadida o'tayotgan haftada Tog' asali nomli yarmarka uyushtirgan.
Unga o'lkaning barcha hududlaridan asalchi tadbirkorlar qatnashdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda har yilda 10 ming tonnadan ortiq asal yetishtiriladi. Lekin uni eksport qilishda tadbirkorlar bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bugun Qoraqulchada uyushtirilgan asal festivali mazkur qiyinchiliklarni bartaraf qilib, eksportga yo'l ochishni ko'zlaydi. Mutaxassislar Qirg'izistonda yetishtirilgan asalning sifati xalqaro bozorni hayron qoldirishini aytishdi. Maqsadi bu bal festivali deb shu Qoraqulcha өрөөнүндө жүрүп жатат. Себептен бири бизде проон өкүлдүүлүгү колдоосу менен бул жерде чоң долбоор ишке ашып жатат. Бул Капчыгай айыл өкмөтүндө. Ана бирден бир максаты да болуп, ошол өзүңүздөр билесиздер, 14 сентябрда биздин кыргыз балы дагы бир жолу таксатталып кетти. Экинчи жолу ушундай биринчи орунду алып жатат Апимондия эл аралык фестивалдан. Эми ошондуктан тастыктагандай эле биздин балыбыз ошол как бренд катары ошол Кыргыздын балы деп көрсөтөлү деп именно ушул жерде бардык республиканын аймактарынан жана сиз өзүңүздөр артта көрүп турасыздар. Бул аркештер, берде чоң уюмдар келишкен, эл аралык уюмдар келишкен. Ошолор дагы чоң кызыгуу болуп жатат азыркы мезгилде Кыргыздын балына. Festivalda 20 yildan beri arı boqish bilan shug'ullangan Tenlik Namashanovning asali taqdim etildi. U har yilda 200 tonnadan ortiq mahsulot oladi. Arı boqishda ham o'ziga xos sirlarga ega ekanligini asalchilar aytishadi. Ушул бал өстүрүүгө алек болгонубузга 20 жылдан ашты. Бал өстүрүү өзү мындай бир кирешелүү тармак, чыгашасы аз. Анан кийин эми бул ары канчалык мээнеткеч болсо, ары кеч да ошончолук мээнеткеч болуш керек да. Эң негизги эле сыр ошол. Ары ушундай мээнеткеч арыга жумуштап берип туруш керек. Кайсыл адам деле мээнеткеч, бош калган адам бекер поз болгондой эле арыга дагы иши жок калса, алар иш кылбай эле качып кетет да. Ошон үчүн арыга биз убактуу ары кештин эң биринчи милдети арыга убагында жумуштап берип туруш керек. Кантип? Мисалы үчүн эрте жазда биринчи арынын курсагын тойгозуш керек, санитарный гигиениясын караш керек. Анан кийин арынын ушул уясын утуру жакшы жылуулап, арынын саны көбөйгөн сайын уяны кеңейтип туруш керек. Убагында кеңейтип, арыга иш таап берип, таладагы чөптүн гүлдөшү менен арыга жаңы уюк түзүш үчүн жанагы биз машина деп коебуз, перделерди берип, ушул уяны кеңейтип туруш керек, жаңы перде менен. Oldindan olingan ma'lumotlar bo'yicha O'sh oblasti bo'yicha prioritet ishlab chiqarish deb 4 yo'nalish belgilangan. Ularga olma, guruch, makka jo'xori va asal kiradi. Qoraqulcha bo'yicha 144 rasmiy asalchi ro'yxatga olingan. Ular har yilda o'rta hisob bilan 400 tonnagacha asal yetishtirishadi. Festivalning asosiy maqsadi asal mahsulotlari haqida to'liq ma'lumot berish. Бүгүн Каракулжа районунда бал фестивали өтүп жатат. Бул демилге жергиликтүү бийлик, ошондой эле башка өнөктөштөр Агролит компаниясы менен Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын соода көмөк көрсөтүү долбоору менен биргелешип өтүп жатат. Биздин максатыбыз бул биринчи жолу өтүп жаткан фестивалдын ушул бал секторунун, бал өндүрүш секторуна көңүл буруу. Эми өзүңүздөр билесиздер да, биздин районда тоолуу аймак болгондон кийин бал өндүрүүгө абдан ыңгайлуу айыл өкмөттөрдө жайыттар кеңири, негизде бал өндүрүүгө абдан ыңгайлуу район. Биз топ айыл өкмөттөрдө биздин райондо 7 айыл өкмөт ошо бал өндүрүү менен аректенип атышат. Бул бал өндүрүүчүлүк негизинен эле илгертен бери эле элдер пайдаланып келген. Бирок мына чет элге чыгаруу маселеси боюнча бир топ кыйынчылыктар бар эле. Акыркы мезгилде мамлекетибиз бир топ шарт түзүп, ушундай чет элге чыгарууга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Yarmarkadan keyin mahalliy hukumat vakillari va asalchilarning ishtirokida maxsus forum o'tkazildi. Unda Qoraqulcha asallarni eksport qilish keyingi yilga qoldirilganligi aytildi. Sababi hozirgi vaqtda chet davlatlarda sotish uchun sharoitlar to'g'ri yaratilmagan. So'ngida eng yaxshi asal, eng yaxshi asalchilar aniqlanib, taqdirlanishdi va konsert dasturi taqdim etildi. Madina Ulug'bek qizi, Merim Jaqipova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalarimiz shulardan iborat edi. Yakshanba kuni nazar orqali nazarlashguncha omon bo'ling.